Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizda tezkor xabar O'zgidromet shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi. Batafsil videoda. Joriy yilning 13, 14, 15 va 16, 17, 18 aprel kunlari kutilayotgan yomg'ir yog'ishi munosabati bilan respublikaning qator hududlari, tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqinlari vujudga kelishi mumkin. O'zgidromet bu haqda ogohlantirish bilan chiqdi. Quyidagi hududlarda: Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor va tumanlarida; Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Boysun, Denov, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrabot tumanlarida; Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy va Ishtixon tumanlarida; Navoiy viloyatining Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konimex va Karmana tumanlarida; Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida; Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlari; Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Paxtaobod, Isboskan, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Xo'jaobod, Marhamat tumanlari va Xonobod tumanlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelish xavfi mavjud. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar va tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralari so'raladi. Respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'plash ehtimoli bor. Bu esa hududlarda suv bosishga ham kelishi mumkin. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videoroligimizga like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Bir-biringizga hurmatda bo'ling va haqorat qilmang.